Katta beryapti, jigari o'xshasa 38 million ko'taraman. Qo'ygan shu o'yningni. Alishdan 30 million qarzim bor. Qutulishim bilan mana shu o'yinni o'chirib tashlayman. Javob gapimga. Shunaqa deysan, lekin qilmaysan shu ishingni. Voy, o'xshadi jigar qara. Voy, jigarim bilardim o'z omadli bolaligini. Onam aytgan shu bola bilan yursang, 1-2 bo'ladi deganlar. Zo'r. Alishdan qarzim uzaman. 8 million ortib qoldi. Nima qilamiz? Qizdan olib toqqa ketdingmi? Qattan bildi. Jonim o'zi sizga 15 olib beraman. Rostdan. Ulug' aka, menga mashina olib berasiz-a? Voy, mashinasini aylansiz. Sizlar ishni dondiringlar bor. Bizga yo'qmoqda. Undan keyin pastaga ketamiz. Ulug', qizdan pulni berib yuboraylik. Pul yo'q. Yo'q, Alish qarzini so'ramayapman. Qayt chachirib qo'ygansiz bor-ku. U pulam yo'q. Faqat o'qtimdimi? Alishga nima deyman? Voy, iflos! Regim siqilib ketyapti. O'sannas, omadsiz bo'lasan. O'z onam etudini billa yurmang edi. Balki qizlar bilan toqqa chiqish kerak emasdir. Aqlinglar bu o'yinga o'xshagan kalta-de. Qizlarga pulni qayerdan olamiz? Menga qarovchi. Voy 15 olib beraman deb karlayotding-ku, puling bo'lsa kattaga, tushundingmi? Tirnog'ingiz botyapti. Sani turishingni qaragan so'te. Hech chiqoli. Ketdi. Sarılib bo'ldi. Nima ma'lum bo'ladi? Endi nima qilamiz?